Assalomu alaykum Selkin To'r bekitining aziz ko'ruvchilar. Selkin To'r bekit qalb sadosi programmasining yangi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men programma riyosatchisi Zahira Juma. Biz bu qitimli programmamizga hammamizga tunishliq bo'lgan faxrlik olimimiz, Amerika olam qatnashishi idorasining oliy darajali optika injeneri Erkin Sidiq apandini alohida taklif qildik. Assalomu alaykum Erkin aka. Erkin Sidiq aka, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashganingizga Selkin To'r bekiti va barliq to'rdoshlar nomidan rahmatimizni bildiramiz. Undaq suhbatimizni boshlab ketsak. Erkin Sidiq aka, biz sizning o'z kasbingizga dunyoviy yutuqlaringizdan shunchalik faxrlanib kelyapmiz. Hamda to'r orqali biz bilan yuz ko'rishib turayotgan nodir maqola, yozmangizni o'xshashla ajoyib zo'r manfaatga erishib turibmiz. Bu jihatda sizga cho'nqur tashakkur etamiz. Sizning Uyg'ur to'r bekatlaridagi xilma-xil saviyadagi yozmalarni, faoliyatlarni va turli so'z harakatlarni ko'rib turgansiz. To'rdagi yozmalar, faoliyatlar, so'z harakatlardan diyorimizdagi Uyg'ur yoshlarining hozirgi holati, saviyasi va intilishini qanday tushunasiz va qanday baho berasiz? Endi hammamizga ma'lumdek Uyg'ur millati intayin aqko'ngil, sabtil, boshqalarni o'zidan ustun qo'yadigan, boshqalarga yordam qilishni noiti oliy bir sharaf deb biladigan bir millatdan. Men shuning o'zini Uyg'ur to'rbatchiligidan ko'ryapman. Uyg'ur diyorida shunday ko'p Uyg'ur to'rbatlari qurilibdi. Uning ko'pinchisini qatqalanamisi sayyora qilibdi, o'zining vaqtini, pulini, zehnini chiqarib ishlaqa qildiribdi. Shu o'zimizning yurtga, xalqimizga foyda bo'lsin deb. Shunga shunday ta'sirlandim. Endi hozir har bir kishi uchun o'zi bir xizmat ishlab, o'zini jini beqib menish muhim. Shuning sirtida ashta vaqtini, pulni, zehnini chiqarib mashdan qilish oson emas. Endi shu Uyg'ur to'rbachiligining o'zidan endi Uyg'urlarning shunday olijana xislatlarini ko'rib oldim men. Endi u birisi, yana birisi Uyg'ur to'rbachiligi shu boshlang'ili degan uzun vaqt bo'lmaydi. Ashta turibmi, qisqa vaqt ichida tez taraqqi qilib, shu sifat jihatdan, texnik sifat bo'lsin, mazmun qurilma arqasi jihatlardan ilg'or bir saviyaga yetganligidan ta'sirlandim. Men burun shu ko'nizlikni to'rbada chiqishda hali qiyinlimiz deb o'ylaydim. Maktabni odatdan bitirib, bu to'rbatlar yenidan chiqqan vaqtlarda. Hozir qarsam, u andishlar butunlay yo'qolib bo'ldi. To'rbada ishlatilgan nurg'un yumshoq detal qurollarni tiz maydonga kelib, yoshlarniki sayyorlashish orqali qandi. Shunda tez taraqqiy qilib, yuqori saviyaga yetdi. Shu men uni shunday suyundim. U ashlarmi menga cho'ng ilhom bo'ladi chatalda turib endi. Uyg'ur to'r bekatlarining kuzatishingizcha hozirgi Uyg'ur to'r bekatchiligining holati, ko'lami, saviyasi va yo'nalishi qanchalik darajada deb qaraysiz? Hozirgi to'r bekatchiligimizni zodi qanday qilganda ilg'or, sarxil, xalqqa texnik naf bera oladigan to'r bekatlar saviyasiga yetkazgil bo'lar. Bu vaqtdagi taklif fikrlaringizni kam kishida anglab baqqan bo'lsak. Endi shu yaqinqi bir necha yillar baynida to'rbatning o'zida suhbat olib berish, bo'libmi Uyg'urlarchidagi ilg'or shaxslar alohida natija qozongan yoki o'z kasbida boshlang'ich o'qiyotgan shaxslarga suhbat o'tkazish, mana bir to'r suhbat ma'niyatidek bir narsa vujudga kelib, mo'l mazmunlar yo'llanishga boshladi. Buning bir mag'zul bo'lib qoldi. Endi bu jihat buni yaxshi deb o'ylayman. Bu Uyg'urlarniki o'z-o'zini qaytadan bayqash bosqichi deb, o'z-o'zini qaytadan bayqash faoliyati deb qarashga bo'ladi buni. Nima desangiz, xil uzoq bir mezgil Uyg'urlar o'ziniki faqat salbiy tarafini ko'rib, ijobiy tarafini o'zidagi yaxshi ishlarni ko'rmay, biroz tushkulish ahvollari yuz bergan. Endi yaqinda suhbat orqali shu Uyg'urlarda qanday odamlar bor, qanday ishlar bor, bu ishlardan to'rchilar xabar tepib, Uyg'urlarmi bo'sh emas ekan, Uyg'urlarda nishon qotgan odamlar bor ekan deb, ko'p kishilarga ilhom berib, yaxshi bir ish shakllandi bu jihatda. Endi meningcha bo'lsa, bundan keyin buni texnik taraqqiy qildirib, shu Uyg'ur ziyolilarining shu to'rbadagi rolini texnik yaxshiroq joriy qildirishga biroz tirishsa deb o'ylayman. Men nurg'un to'rbatlarga qarasam, shu mashhur shaxslar bilan o'tkazilgan suhbat degan bir sahifalar bor ekan. Ko'pinchisi bizning mashhur shaxslarning artistlar, muxlislar, uslublar ko'p bo'lganligi shular ko'proq salmoq egallaydi ekan endi. Menimcha ziyonlarni endi o'tirib tushib,
o'zining bilim doirasida shu ommabop qilib shu to'liqsizdan yuqori saviya madaniyat saviyasi bor kishilar tushuna oladigan bir darajada endi o'zining bilimini xalqqa yetkazishga bir tirish baqsa deb o'ylayman. Bu ishlarda chet elda nihoyatda kengri. Chet elda shu ma'lum bir kasbiy sohada nihoyatda natija qozongan kishilarniki hammasi o'zining torbiyati bor. Torbiyati bor, uni o'zi yasashini atayin. Ular odam yollab yasatqizdi, lekin o'zining nurg'un asarlarini shu yoqqa qo'yib qo'ydi. Xalq boshqa foydalansin deb endi. Endi Uyg'urchada endi bizniki Uyg'ur diyori butun davlat miqyosida aytganda bek cho'ng ham emas endi kitob yo jurnallarni targ'ib qilish uncha yuqori emas. Ashtax bo'lgandan keyin torbiyatda nihoyatda zo'r rol o'ynaydi deb o'ylayman bu sohada. Shunga ziyonlar mush qo'shimga kelib o'ziniki shu o'z bilimini xalqqa berish, bilimning zakatini berish musohada bahra qilsa deb umid qilaman. Unda siz hozir chet ellardami o'zining ayrim to'r bekatlari bor deb aytdingiz-ku. Unda shu o'zining mazmunlarini to'rga chiqaramdi yoki undan sirt mazmunlarni masalan kishilarga manfaat zo'q beradigan yoki bo'lmasa xalqqa foydali mazmunlarni chiqaramdi. Mening ko'rganlarimda o'ziniki tadqiqot mazmunlarini asos qilgan shu asosda endi bir sohadagi bilimni keng doirada boshlab tunishtirish ashtaq torbatlari bek ko'p. Hozir endi bir torbatga kirib bir shu lozim bo'lib qolsa sizga shunchaki muhim so'zlarni kirib izlasangiz nurg'un torbatlar chiqadi. Siz izlagan bilimdan hammasi chiqadi torbatdan. Ashnalardan burunqidagi kutubxonalarga berib material izlaydigan ishlar tugab ketdi hozir. Hammasi torbatda bo'lganligi uchun. Endi bu bilan bir diqqat qilganim o'zim ba'zi bir kishilarning kitoblariga biroz qiziqib, ismini bir yerdan anglab, mushlandagi nima asarlari bor, qanday asar bor deb torbatga kirib izlab baxsam endi. Birdan nurg'un shu topalayman shu odam to'g'riliq. Ba'zi bir qismini o'zlari qurgan torbatlarda bor ekan bu narsalar. Shunga qarab shuna ta'sirlandim endi. Shunga Uyg'urlarniki endi ziyolarimiz hali bor bizniki ham. Endi mushtatda texnik rol o'ynasa degan umid qilaman. Siz chet ellarda yuzdirona va to'r vositasi orqali nurg'un Uyg'urlar bilan aloqalashib turasiz. O'zingizning tajribalari va tahlillari asosida chet ellardagi Uyg'urlarning hozirgi ilmiy, madaniyat va ijdoiyat holatini qanday baholaysiz? Chet elda o'qib bir unvonni olib, aniq hozir u yerda ishlayotgan Uyg'urlarniki umumiy qilib aytganda ahvoli intayin yaxshi. Ular hammasi o'zining xizmat o'rin idorlarida nihoyatda ilg'or shaxslardan bo'lib ishlayotdi. Men buni o'tganda bir yozmada hozir xulosalab qo'ydim. Men u to'liq xulosa emas. O'zimning bilganlarini kirgizib qo'ydim endi. Ishqim nihoyat ilg'or. Bu bir taraf, ikkinchi bir taraf chet ellik Uyg'urlarni o'ziniki shu farzandlarining kelgusi mushunga nihoyat ko'ngil bo'lib, hozir imkon bor o'zi yashagan rayonda bir xil Uyg'ur jamiyati shakllantirib, o'zimizniki madaniyati bo'yicha yashash, bolalarga o'zimizniki madaniyatni tashkil qilish, o'rgatish, mushlarni hakan turib beryapti. Mushlar bir narsa jamiyat shakllanyapti. Uyg'urlar biroz to'plashib yashagan o'rlarning hammasida masalan bir 5 oiladan ko'p Uyg'urlar bo'lsa, mushlar bir narsa shakllanyapti. Mishaniki urf-odatimiz bo'yicha amniyatda bir qism urf-odatlarini men qilgan obraz saqlayapti. Masalan, chet eldagi qizlarning hammasi tamoq shunda usta. Boshqa adamı yo'q. Boshqa mehmondosh bo'lgan chog'da bozorda keladigan tamoq yo'q, shunga hammasi uyda yetadi. Miyada atvali, cho'ng'ilib, qazamishim yaqin bormay, chet elga ketgan qizlar uy tamoq shunda uslub ketib boradi. Hammasi Uyg'ur taomlari bizdan shular men polo manta cho'chiri degandek, ashtamoq shunda usta. Miyadagi qizlarni biroz unutib qoldi deb angladim. Bu jihatda chet eldagilardagi o'zimizniki shu odatni endi an'anasini o'tdan saqlayapti deb o'ylayman. Mush yoqda bir misol so'zlab beramsiz? Masalan, bizniki Los Angelesda 18 oiladak Uyg'urlar bor. U odamda biz yashaganda, odat yashagan chog'da nihoyatda turmushimiz pek turmushimiz bizning yurtimizga o'xshamaydi. Bizningki Uyg'ur madaniyati mavjud emas. Endi biz bitta chet elliklar bilan turmush chet elliklar bilan ishlaymiz, boshqa odatdagi bizning turmushimiz Uyg'ur madaniyati to'xtatgan chog'da madaniyatsiz yashaymiz ishkil bo'ldi. Bizning Uyg'ur madaniyati yo'q u yerda. Ashla boshqa Uyg'urlar endi bak odam sevadigan millat, biz bunda bir o'tirib paranjni yaxshi ko'ramiz. Shunday mushta bir madaniy faoliyatimizni davomlashtirish uchun endi u yerda o'tirishlar bo'ladi. Ba'zi nazar bo'ldi, to'y ancha bo'lmaydi. To'yda men Amerikaga chiqqan yoki bir ichki to'yga qatnashmoqdan mumkin. U yerga to'y bilan to'yni slashtirish mumkin emas endi. Ko'p oddiyroq u yerda o'xshamaydi. Endi bir narsa shu undaq bir yerda o'tirib paranjib ko'ngilchi qilish uchun
Amerika bizniki Los Angeles'da oldingi yili ayollar o'tirib chey boshlagan. Endi u yerga ayollarniki qizlarniki kichik bolalar ko'p, endi 4 yoshlik, 6 yoshlik bolalar ko'pda. Boshqa boshqa ayollar bir yilda choy o'yinda navbatlashib, oyda bir qatim chaqirishib, erlar uyda bol vaqti. Shunlar bu yillardan erlarni qo'shib ko'p bo'ldi. Biz baliq o'tirimizmi, biz o'ynaylik deb, endi bu ayollar baliq o'qib erlar o'ynaydi. Endi ashlar qilsak, endi biz tomoqlarni hamma uyda yeymiz. Bizning sirtdan akildigan, biz ozmitadigan tomoq yo'q, u yerda topib bo'lmaydi, mumkin emas-da. Masalan, boshqa polo, manta, to'g'ri go'sht, masalan, cho'ng tasildagi to'xma, ash tomoqlar, ashlar hammasini samsa degan narsani uyda pishirib, endi nayte mehmon so'rimiz mo'l u yerda, mo'l Megrak israf qilmaymiz, lekin mol endi. Ashlar hammasi uyda chiqaramiz endi. Uyda chiqarib, ashlardan bir tarafdan tomoq yeb, bir tarafdan paranglashib degandek ashlar o'tirib o'zimizniki madaniyat. Shu orqali ham o'zimizniki bu Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan bir xil sig'inish, shuni biroz qondirib olamiz endi. Bilishimcha, siz bir tabiiy olim emas, yana bir ma'rifchi, ma'rif tadqiqotchisi. Yaramliq ikki farzandni tarbiyalab ketayotgan yaramliqda. Mushnuqlardan farzand tarbiyalash, oila ma'rifidagi asosliq tashabbuslaringizni, tajribangizni konkret so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Meni masalalarniki abadiyan gapiringiz hamsi menga bergan rag'bat deb tushunaman. Men yana bir oddiy optika injeneri, qolgan narslarni ancha-muncha qo'shimcha qilib qilyapman. Uni maqsad tadqiqot unda epaga yerim yo'q. Endi mendan shu vatanga qaytib kelganda yaqin shu bola tarbiyalash to'g'riliq ko'p savollar tushyotdi. Endi men o'zimni hozirgacha bola tarbiyalashdan muvaffaqiyat qozongan dada deb hisoblamayman. Uni kelgusi kunimiz bo'lmasa qanday chiqarganligini. Endi shunday bo'lsa-mu, ayni vaqtlarda buni bir nazariya nuqtasidan ko'p o'ylamagan. Endi ko'p o'ylamagan, lekin ota-onalar uchun bola eng qimmatlik. Bola muvaffaqiyatli bo'lmasa, ota-onangiz muvaffaqiyatli bo'lolmaydi. O'zining muvaffaqiyatli bo'lgan hisoblanmaydi. Ashta bo'g'ashqa endi biz bolaga ko'ngil bo'lib kelganda burun tortib. Yaqinda bu ishda o'liq biroz bir yuqori saviyada o'ynab baqdim. Zodi shu bir oila munosabatini qanday o'rin qo'yish kerak degan narsani ashta o'tirib o'ynab baqdim. Lekin chet elliklarniki bo'libmi, amerikaliklarniki oilaga bo'lgan muomalasi, bu tarafdagi ko'z qarashlarni biroz ko'zib baqdim. Shu orqali meniki azmlarimni qo'ygan yoshlar cho'qin biladi. Men shu oiladagi munosabat, xizmat boshlarida bir tizib chiqdim. Qas eng muhim deganga. Endi shunda endi er uchun ayol eng muhim, ayol uchun er eng muhim bu birinchi o'rinda turdi. Ikkinchisi bola, uchinchisi ota-ona, to'rtinchisi xizmat, undan keyin do'st birodar tuqqan dahmonda deb ashta tizdim. Amerikada bu narsa nayt aniq endi. Unda er xotin ikkisi birinchi o'rinda turdi, ikkinchisi bola. Ashta boshqa bu bola tarbiyalashdan nayt yuqori o'rin qo'yib turib qaraydi. Bu bola tarbiyalash yuqori qo'yib qaraydi degan joyda endi bola ashta buyum bo'lganligi uchun, masalan, ma'zuma degan gaplarda faqat o'yin tomoshadan tizimida o'yin tomosha yo'q buning ichida. O'yin tomoshadan jiq aqs kelgan narsada, ashta boshqa butun kuch bilan oldidan bolani ehtiyojini qondirib, ishni qanda boshqa narsa qilamiz degan gap. Bu ishda hozir Amerikada umumiy ashtaxta endi mayli yapılıqlar bo'lsin, mayli amerikaliklar bo'lsin va bir bola tug'ilgandan keyin ona endi ko'pincha ahvolda ishlamaydi u yerda. Ishimiz bilan jannatga ma'lumot uchun ishlamaydi. Birisi jannatga pangalaydi, ikkinchisi bolani ashtaq tarbiyalamasa, bu yuqori sifat bilan tarbiyalanmaydigan bo'lgani uchun ona butun kun butun zehnini bolaga qarab turib bola tarbiyalaydigan gap endi. Ashtaq ekan. Shunga shu masalan aqtarafniki bolalari nayda adab axloqlik ashlarga kichigidan tortib nima to'g'ri, nima xato birdan o'rgatadi. Yapiliqlarni shu. Bir kichikdan bir xatolar deb olsa, bola mashina xato qildim, buni mandara qilsan deb birdan o'rgatadi. Ashlar tillab urib bunday qilmaydi, siliqli o'rgatadi. Ashlar qilgandan keyin bola kichigidan tortib nimaniki yaxshi ish, nimani askish, nima to'g'ri, nima askashlar o'rganib chiqadigan gap. Endi bu birisi. Ikkinchisi bolalarga kichik vaqtdan tortib endi mustaqil ish qilish, biroz tavakkülchi qilish iqtidori bo'lish, bu ishlarga endi ota-onalar intan ko'ngil bo'ladi. Bo'libmi bolani raqobatlantirib turish nihoyatda muhim. Sizlar o Hollywooddagi yilda bir qatim o'tkazilgan Oscar mukofotini bergan murassomlarni ko'rib baqdinglarmikin? Shu mukofotga chiqib so'zlaganlarni sizga diqqat qilgan bo'lsanglar, ularniki birinchi deydigani
Ben aldığından atanama rahmet etmem. Şu anki beni kiçigimde atıp rağbetlendirip, balam maşin sen çok kılalaysan deyip durup, rağbetlendirip tuğunğa rahmet etmem deydi. Demek ki aşçı kişilerdeki muhabbetlik buluşu da atanınki kiçik vaxtında atıp rağbetlendirip duruşun çok rol oynayan gap. Amerika'da anda ballaşlar terbiyeleydi. Balını sen bu dünyadaki her şey kılalaysan deyip terbiyeleydi. Dört sağın demeydi o. Sen her şey kılalaysan deyip. Şu mesela ötkende ben bir sorun oturup bir hanım bana sual sorgan diye bir doğruluk bir misal keltirip koydum. Belçalada balınız sizni gol edip bir işte aldap siz uqsız aldağaligini aldap siz yalğançılık qilib endi ashta bir narsa aldap bir narsa ashta qismi siz balangizni aytlamay chandamay turib voy balam qatis qilsan deb chandamay turganingiz yaxshi chandamay turib sal o'tkazayotgandan keyin balam mashina qilsan xato yolg'on qilsan xato deb ashning o'ziga nisbatan o balam qatis qilsa islik qilibsan deyishingiz kerak ashta desangiz bola atadan gol yaldim deb biroqlar o'ziga bo'lgan ishonch ashudi balniki ishonch ashudi shunga bu yerga muhim nima bo'lsa herkes balıniki şansını vurması gerek. Her qanday ahvalda. Hiç bunu yargıç emas, aksiçe onu texmo taraqqildirib gerek. Balın özüzge bo'lgan şansını. Aşta qısa çoğ bo'lganda bala çoğ işlarni qalagan bo'lib çoğ oldu. Endi meniki yana bir ko'ngil bo'lgan tarafim endi biroz o'qib turib, hozir qadar qilib kelganishning birisi shu balaga ulgu bo'lish, ataning ulgu bo'lish bu bek muhim endi. Men bek adil, o'ydim adil, sirtim adil, balalarım bek adil endi. Aşta boğaçqa köpünç vaxtlarda üzəmini mənfəətini qurban qılıb, balını üzəmini yuqaraq urun qoyub, aşta kelgan boğaçqa ularını təbii halda, andakin bizim nisbətən bizim gipimiz anlaydıgan, biraz bizden digimiz bir iş qıldığan aştara qandı. Bu yaşlarda yüzüldüğün aşta bab kevatıldı. Endi bal tərbiyələş bu bir çoğ ilim. Onu miyada bir 5-10 minutda suda qo'llanmaydi. Yaqında bir necha shu do'stlar bu masalani o'tirib qo'ydi men shu balani qanday tarbiyalasak bo'ldi bo'lsa mushtorlik izni taqsim bo'lib ketganda endi xudoyim bir islam qaytib qolgandan keyin mushtorlik izni bir narsa yazay deb o'ylayapman men balani qanday tarbiyalash to'g'riliq endi bu men optik injeneri men nima so'rasa bilim chiqargan emas o'zimda bilimlar yo'q endi shunaqa bo'lsa-mu ingliz materialini ko'rgandan keyin biroz material to'plab izlanib shuni bir yozib chiqib yo'llab beray deb o'ylayapman. Anlasaqmı şu hamda kişilerden anlaşımcha hamda hammamiz aşa deymiz-ku, odatda chet elliklar bolalarni kichik vaqtida nimaga qiziqsa, bizning miyadamda 9 yillik majbur ma'rif deb cho'qim birinchi sinfdan boshlab, jurnal unda to'liq o'tirib tugatgacha cho'qim o'qiymiz-ku. Lekin ham chet elliklarda bolalar nimaga qiziqsa, kichik vaqtdan boshlab shuni beriydi deydi ekan. To'g'ri, u deganiz to'g'ri. Men shu bu qatam yurtga kelgandan keyin bu savol bilan qatam tushdi menga. Men bir necha ahvollarda, masalan, men kasbimni qanday olsam bo'ldi deb o'zi ahvollarda mesela ben doktorluk qilganim yaxshimi, klinik doktor bo'lganim yaxshimi, tish doktor bo'lganim yaxshimi yoki dorgarchilik o'qiganim yaxshimi, siz qaysi yaxshi deb so'ragan savollar bor. Men darhol siz o'tirib, yurgingizni so'rab beqing, sizning qaysini qilgingiz bor deb so'radim. Endi Amerikada ota-onaniki balani tarbiyalash majburiyati bor. Bo'libmi 18 yoshga kirganchilik bolaga obdan qarab, uning butun ehtiyojidan chiqib, obatdan degandek, ashta muhim ishlarda bolaga bilib bo'libmi? Bizniki balasını nəhayət obdan küzütüb, ularning xasiyat alayligi bor, xasiyatda ojiz taraflarini qanday qanda to'lab ketgan bo'ldi, uni itildirgan bo'ldi. O'shatni nəhayət isil ko'zladi bular. Ashta qilmangib 18 yoshga kirganchilik shundoq bilan boqadi bular. 18 yoshga kirganligidan chiqib o'tadi, endi bola o'z-o'zini boqadi. Shunga ularniki bu hayotda tutgan bir prinsipi 18 yoshga kirganchilik balani tarbiyalaydi ular. 18 yoshda keyingi ishlar bo'lsa bitlar balani o'zi qo'yib beradi. Bo'libmi, o'sha kelgusida nima qilish to'g'riliq qaror chiqarishda buni bitlar bala o'zi chiqardi endi. Bu sababi nima degan joyda ota-ona baribir baldan baldir tugab ketadi. Qildigan xizmatni bala qiladi, ota-ona qilmaydi uni. Ashta boshqa uni bala o'zi tanlamasa, agar o'zi yaxshi ko'rmaydigan bir kasb kirib qolsa, u xizmat ishlash bala uchun biz huzurli olmaydi, u bir azob bo'ldi. Har kun ishga borgisi kelmaydigan, ishga bo'yinda qadaq boradigan, ishga tushkunlashadigan ashta bo'lib qoldi endi. Shunga bu Amerikaning ko'z qarashida xizmatning o'zini bir huzurlanish jarayoni nima chiqarsangiz, shuni yaxshi ko'rdi qashda kişiler to'liq xizmat olmishib yurib, o'zi nima qiziqdi, nimani eng yaxshi qildi, shuni tamponlashtirib, tanlash uchun nurg'un xizmat almashtirib yurib, eng oxirida o'zi eng yaxshi ko'radigan, anikin eng yaxshi qila oladigan shuni birlashmasi, shuna bir narsa deb shu turdi anikin. Shunda umr bo'yi mang'odandi. Shu bu bek muhim. Ota-onalar bolaga kasb tanlashda endi biroz yo'l ko'rsatsa bo'ladi. Sirtdan, masalan, makasb mandaqkan, shuni san bilamsan qani qilgan bor deb. Anda qilsa bo'ldi, lekin majbur kasbni tanlasan hech to'g'ri emas. Nima
Nima deganda u kasbni qildig'ini ota-ona emas, bola o'zida. Shunga bola tanlig'ini yaxshiroq deb o'ylayman. Dağsa erken Siddiq sizden bir so'rani so'rag'im kelyapti. Mushu siz shu kichik vaqtingizdan boshlab o'zingizga bir formulani tuzib ketgansiz. Mushu aslarningiz biz aslab esingiz ekan. Bo'ldi. Endi bu formula qanday kelib chiqqan desangiz, men shu Şinjan Üniversitede o'qish jarayonida endi bir ikki yillardan keyin biroz men o'rganish, xizmat, bizlarning o'rganishi, kasb o'rganishi, til o'rganish, o'quvchilar xizmatlari bu yerda biroz ko'zi ko'rinib, ashta qildim men. Shu chog'da nurg'un bolalarni suhbat o'tkazatdim men. Shu siz qanday qildingiz deb so'ragan savollar ko'p tushadi. Bu ishni qanday qilsam muvaffaqiyat oldu deb. Shu chog'da azroq o'ylanib endi bir oddiy bir tanlab tuz baqqan shu vaqtning o'zida. Muvaffaqiyat degan talant, tirishchilik va fursat shuniki yig'inchiga tang deb boshlab bir o'zimniki ahvol qarab bir xulosaga kelgan. Shu xulosalarni bir qatim bir yangi qo'shlarni qabul qilish marosimida bir yo'q qog'oz yozib o'tirib chaplab qo'ydim deb o'ylab baqqan. Bu chog'da o'sha o'shmisning raisi o'g'ashqa qalaydim. Ammo unda qilmabdi ekanman. Lekin o'sha bir tangni tuzib chiqqan. Yaqinda uni murakkabroq qilyaptim. Lekin endi ashtanglama hozir bir xil kuchli ega endi. Aql, tirishchilik, aniki fursat. Endi uyg'urlar uchun fursatniki salmiga bak egri to'xtaydi hozir endi. Fursat jihatda naydi, jiq kuchimsak fursat qo'l kelmaydi. Lekin ashtanglama hozir kuchli ega deb o'ylayman. Endi bu tanlama biror masala hal qilib bermaydi. Faqat hal qilib beradigan nima desa, masalan, oliy maktab o'quvchilarini aytsak, ular oliy maktabga degan shuna tanlab kirganda, ular tanlab kirgan imtihon berib, shu nurg'un o'quvchilarning orasidan tanlab kirgan. O'tgan kun men birsini egallab baxsam, biror ming o'quvchi iltimos qilsa, hozir qabul qilinganini necha bir 40% dak bo'lamdikin, yo undan ozmikin, ashtaraf bir gapni oldim endi. Demakchi o'g'lim shuna aqli yaxshi bolalar tanlab kir deganda, endi shu bu shartni hozirladi degan gap. Endi ikkinchi tirishchilik. Endi shu fursat bu bo'lib, aqlim bo'lib, tirishchilik bo'lmasa, muvaffaqiyat bo'lmaydi dedim. Meni asos demoqchi bo'lgan shu narsa endi. Shunga bu jihatda tirishchilik jihatda endi hammadan bundan o'ylansa bo'ldi. O'riqlaymikin deymi? Tamoqni azaytaymikin? Ziyonliq. O'riqlatish to'g'risi yeymikin ya? Bo'lmasmikin? Tabiiy ham bexatar o'riqlaydigan chora topsam bo'ladi. Bilamsiz, meva yapma o'riqlig'ili bo'ladi. Furqan Silva o'riqlatish mevasi ko'k aynolardan ishlangan tabiiy mahsulot bo'lib, sizning sog'lom va tez o'riqlashingizdagi eng yaxshi tanlashingizdir. Furqan Silva o'riqlatish mevasi badandagi mayni serib qo'saqni kichiklatib, qavziyatni ravolashtirib, sog'lom va tez o'riqlatadi. Furqan Biopantexnik cheklanish shirkati. Bizning ko'n tushunchamiz bo'yicha tabiiy fan shug'ullanayotganlarning qo'lidan ommabop adabiy maqolalarni qamlashtirib yozish toza kelmaydi deb qarab kelayotgan edik. Siz maqola yozishdagi bu jonliq uslub va qobiliyatni qanday yetildirgan? Maqola yozish haqidagi tashabbuslaringizni o'z og'zingizdan anglab boqqan bo'lsak. Men uni shu uyg'ur tilida o'qigan maktablarda o'qib ketdim. Biz hozir o'ylab baxsam, shu Oqsuv birinchi o'tirlar adabiyotni yaxshi o'tib ekan. Nimshalarda desangiz bu mandaq maqolani mandaq yozish bu hozirgi ish emas. Men Şinjan Üniversitede o'qigan vaqtlarimda bu ancha bir narsa yozdim, ma'rif jurnaliga, yoshlar jurnaliga, taklif qilgan joyda yozgan o chog'da endi. Undan boshqa mening bir maqolam bor, men qanday o'rgandim degan. U bir maqolani e'lon qilgandim, lekin tabiiy fanlarniki, tabiiy o'quvchilarining oliy maktabga tayyorlab qilish usuli deb bir maqola yozgandim. Ashta narsalar yozsam, shu chog'dami buni tahlillaydiganlar ancha o'zgartmalarni bosatdi. Ham jiq qisqat etadi bilan narsalarni. Lekin qurilmasini uncha o'zgartmaydi shu ommabop yozganlikman. Endi hozir chataga chiqib bir qism kitoblarni o'qib turman davomli men falsafalik, shu kishilik hayot, muvaffaqiyat, doiy degan o'xshash narsalarni o'qiyman. O'sha o'qib baxsam shunchalik donliq odamlar yozgan kitoblarni ko'rsangiz, uning tili shunchalik oddiy. Endi misha agar shu kitob uyg'urcha qolsa, bizim shu Uyg'ur diyoridagi to'lsizning bolalar o'qib ishlaydi kitoblarni. Shunchalik oddiy tilda yozdi ekan bu. Endi bu bilan o'ylab baxsangiz, aqli muvofiq narsa ekan. Nima qilsangiz, endi undaq turmushga oid falsafiy bundaq kitoblarni ko'pincha hammadan o'qisin deb yozgan odam chiqadi. Endi ashta qilganlik uchun hammadan o'qib tushunish uchun uni oddiy tilda yozmasa undaq qilolmagan gap. Endi bizniki me'yor yozilgan bir qism narsalarni xilo obdan sayyosamsa o'qib tushangil olmay ekan. Ashta qilgandan keyin uni o'qiydigan odam oz,
undan paylangan, uniki unimidan paylangan adam az oldu degan gapda. Shunga hozir Amerikada anasini ko'rgandan keyin bu ishga texim ko'ngil bildigan bo'ldim. Ko'ngil bildigan bo'ldim, imkon bor, oddiy so'zlar. Hamda yana bir taraf men bir tadbirsha adam hozir vatandan ayrılganimni 25 yildan oshib ketdi menga. Ashta bu aşqa yatan 80 o'qish bitirdik, 85 yilda yapınca ketdim, 24 yil bo'ldi. Endi bizim Uyg'ur diyardan chiqib ketganimizda endi. Ashta qilib, meniki Uyg'ur tiliniki yaqinqi so'zliklar bu narsalardan ancha xabarim yo'q. Meniki ko'plab Uyg'ur kitob o'qiydigan vaqtim yo'q endi. Shunga ko'pincha shu burun ismini qilib qolgan so'zlarni ishlatib yozyapman. Topolmasam lug'at taqtirib, faqat bo'lmasa inglizcha yozib qo'yaman. Ma'suzda elib narsalarga ingliz ma'nosi ma'lum deydi. Ben ashta qilib ketyapman. Lekin oddiy o'qim bu. Endi boshqani o'zimizning yozgan narsani boshqa o'qisin desak, o'chiqon boshqa tushunganidek bo'lish kerak. Unda bo'lmasa hech kim o'qimaydi. Paylanmaydi bu mazmundan. Abi siz deb o'tdingiz, Uyg'ur tili ba'zi kitoblarda gap so'zlar bizda murakkab qo. Lekin ingliz tilida anglashimcha o'rganuvchilar qancha oddiy tilda so'zlasa, boshqalar shuncha hurmatiga sazovor bo'ldi deydi ekan. Shu shunday bo'lmoqchi, o'sha xalq kitob o'qish jarayonida bu shu kishining nomi chiqadigan gapda, masalan, bir kitob bo'lganda, o'qib boshdan lekin maxsus uni bog'laydiganlar bor. Bog'laydiganlar baho yozadi o kitobda. Siz hozir Amazon degan bir to'rbet bor. Endi u kitob sotishda eng davomli bir shirkat endi internetda kitob olganda, o'sha qarasangiz, har bir kitob chiqqandan keyin uni ostiga kishilar baho yozadi. Shu baho yozgan chog'da buniki ommabopligimi nihoyatda bir muhim omilda. Men o'tganda mana shu to'rbetda mush gapni chiqargandan keyin ommabop tilda maqolani ommabop tilda yozishni chiqargandan keyin ba'zi bir to'rdoshlar agar unda qilaversak o'g'illarniki bu murakkab yuqori saviyalik so'zlikni ishlatmay til sevishib ketmamdi degan fikrlar chiqdi. U degan to'g'ri. Lekin menimcha yozgan shu maqola kitoblarni ikki turga ayirish kerak. Uni birisi butun xalq ommasiga qaratilgan kitob, birisi ilmiy maqolada. Ilmiy maqola murakkab yozilsa bo'laverdi. Nimishqa deganda ilmiy maqola, ilmiy muhokamaga qatnashganlar shu kasbdagi kasb ahlari bo'lg'achqa, ular qancha murakkab bo'lsa tushunolmaydi uni. Andagi tilniki safosini orqali saqlash kerak endi. Lekin butun ammo kan xalq ommasi foydalanadigan narsalarni chuqur ommabop tilda yozish kerak. Ashta bo'lmasa, u xalq ommasi uchun foydasi yo'q ekan. O'zingizning kasbdagi hozirgi tadqiqotlaringiz, utuqlaringiz va izlanishingizga biz uzundan buyon qiziqib kelyapmiz. Mushaqdimi bizni bir xabardor qilgan bo'lsangiz? Endi bu ma'rifat to'rbetiga kirib qarab qolganlar biroz bilish mumkin. Men hozirga qadar e'lon qilgan ilmiy maqola 70 dan oshdi. 70 parchadan oshdi. Buning ichida patentning 3 bor. Patentning 3 bor. Amerikada kitob BP degan bir narsa bor degan birinchi bob, ikkinchi bob degan narsa bor emasmi? Mush oliy maktablardagi tadqiqot o'rinlaridagi mutaxassislarni yig'ib, ma'lum bir temasida bir kitob tuzaylik deb, bu kitobning har bir bobini o'xshagan guruhga taqsim qilib berdi. Samaniya yozganda o'zining tadqiqot natijasiga asoslandi. Ashta qilib uni birlashtirib bir kitob yozdi. Ashtadan chiqqan narsamizni kitob BP deymiz endi. Kitobning bir BP degan gapda, uningdan 3 va qolganlari jurnal yo yig'inlarda ashtaq e'lon qilindi. Endi men hozir shu Amerikaning NASA degan olam qatnashchilari ishlayapman. Bizning idorada 5000 dan ortiq adam bor. Bu NASA'niki 10 markazi bor Amerikada. 10 markazi bizning idora shuniki birisi sal muhim tadqiqotlarni olib boradigan o'rin endi. Jami 5000 odamimiz bor. Bu 5000 ichida 3 dan biriniki 1700 doktorlik unvoni bor. Yeni qava 3 dan bir qisminiki magistrlik unvoni bor. Qolganlar hammasi oliy maktab bitirgan. Shunday. Endi nurg'un kainotga chiqaradigan narsalarni bizlar tadqiq qilamiz. Ham chiqiramiz, ham boshqaramiz. Bizning hozir olam boshida uchib kelgan narsalar 19 bor bizniki. Uning ichida Marsning ustida 3 mashina bor hozir. Men o'shirayotganda shuni qildi. Endi meniki yaqinda o'qishimcha o'zim izlab kirib vaqtim shu Turkiya millatlarining ichidan men yolg'iz kelmay o'ylardan. Menda boshqasi yo'q ekan. 2 yil oldin men qizim kirdi o'ylarga, Uyg'ur bo'ldik. Ashlaq bo'ldik. Anniki meniki qildigan bir ishim endi qizim men tunishtirdim, men bunda xizmat bor ekan dedim, iltimos qilib kirdi. Amerikada kasbdimi? Yo'q, unday emas. Mening qizim o'qigani iqtisod kasbi. Iqtisod kasbi shuni o'g'li moliya bo'limida ishlaydi. Lekin xiljiq pulni boshqaradi, $500 million pulni boshqaradi. Aşağıdaki maliye bölümü $500 million pulni boshqardi. Endi mening qilayotgan ishlarimning birisi
shu koinotda jonliqlar odamga o'xshash jonliqlar bo'lib qolish ehtimoli bo'lgan boshqa planetalarni topadigan teleskop yasash endi shu ishni qilyapman. Bu olam qatnash idorasininki 3 cho'ng vazifasi bor, nishoni bor. Uning birisi biz nereden keldik? İnsanlar yaşar nereden geldi? Şunu aniqlab beqish. Ikkinchisi biz nega bormiz? Shu koinot bir cho'ng portlashdan paydo bo'lgan, buningdan 13 milliard yil burun. Endi eng oxirida qanday bo'ldi uning taqdiri? U hozir portlab cho'ng bo'lgandan keyin kishilar yo'qolib ketamdi yoki bir xil turamdi yoki davomli kengayib manamdi, shuni aniqlab chiqish. Uchinchisi koinotda bizdan boshqa odam bormi yo'q? Shuni aniqlab beqish. Endi nurg'un to'rdoshlar, qarindoshlar mashburunki UFO degan uchar taqsining gapini ko'p anglagan. Uchar taqsining ishini Amerika yolg'on ekan deb xulosa chiqarib aytgan 1977-yilda. Shuning bilan bu hujjatga hozir tadqiqot asanamiz to'xtab aytgan. Hozir buni tadqiqot qilib bo'lgan Kanadada bir uchar taqsi markazi deb bir tadqiqot markazi bor ekan, lekin Amerika olbirini to'xtab aytgan buni. Uni yolg'on deb chiqarib aytdi. Amerika jami 165 tak odamni tizimlabdi. Men uchartasi chiqib baqqan, bir hafta turib tushdim deganlardim. Uning ichida xeyli yuqori xizmat o'rinlarida ishlaganlar bor ekan, yuqori unvonlar bor. Ammo keyin uni tafsil tekshirish orqali ular yolg'on ekan deb. Xabarlarda bor Amerikada yolg'onchilarni yolg'on rasmiy yolg'onchini tekshirgan mashina sifachi bor. Shuni degan gapiniki Rossiyaliklar tekshirlaydi hozir. Endi o 100% to'g'ri emas ekan, lekin meni bilishimcha 95% dan yuqori to'g'ri chiqadi ekan endi. Oshlar sepib qo'yib, ular ham yolg'on ekan deb. Yolg'on so'zlaganmida qilib bilib ol ekan-da. Yo'q, unday qilmaydi, uni ishlar yotqizib qo'yib turib so'rab. Oshlar turib aniqlaydi. Kinolarda ko'rishlar mumkin, oshlar qildi endi. Shu orqali tepib axir bu yolg'on ekan deb chiqarib aytdi. Endi bizniki muasasada ishlaydiganlar ikki narsaga ishonamiz endi. Birisi koinotda cho'qim odam bor. Jonliqlar bor, boshqa planetlar bor deb ishonamiz. Nima desangiz, bizniki Quyosh sistemamiz, Quyosh 8 planeta bu galaksiya deb ataladigan bir Samanyuli galaksiya deb ataladigan bir galaksiyada endi. Bu Samanyuli galaksiyaning o'zida 200 milliard yulduz bor. 200 milliard. Biz aslında qarag'acha ko'zimizda ko'ramiz. Agar uni siz bir teleskop bilan ko'radigan bo'lsangiz, qumni ko'rganda ko'rsiz, qumga o'xshaydi. Yulduzlarda qumga o'xshaydi. Shu dengizimizdagi qumga o'xshaydi. Shuncha quyuq amaliyotda. Ashda 200 milliard yulduz bor. Endi butun koinotda galaksiyadan 200 milliard bor. Ashda boshqa bu koinot ashda cho'ng'oqqa, ashtaning ichida chuqur yasharga o'xshash ovozi bor, suvi bor, temperaturasi yashashga to'g'ri keladigan ashda boshqa planeta chuqur bor deb o'ylaymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi bizning faraz qilishimizcha ashda boshqa planetalarda odam bo'lsa-mu, ular bizni aqlga emas deb o'ylaymiz. Sababi nima desangiz, ular aql qilsa bu yoq izlab bizni topadi-da. Ular topolmagan uchun bizlar izlayapmiz. İzlavatlığı uzun oldu. NASA'dan 1977-yılda 2 olam ushkur qo'yib etgan. Bu Quyosh sistemasi bir taqsir o'xshaydi, mana taqsirga o'xshaydi. O'tirdi kun va atrofida 8 planeta aylandi endi. Uni birisini mo'tarabga, birisi mo'tarab qartib mangdirib etgan ikkisida. Hozir 32 yil bo'ldi mangdirib etganlar. Bu ikki olam ushkur uchiverib hozir Quyosh sistemidan chiqib qolay dedi. Chiqib qolay dedi. Uningda bir oltin taqsir degan taqsir var, xuddi Pentagon taqsir o'xshaydi u. Uningga 28 millatniki ovozini, naqshini elib, rasmlarini elib, mangdirib, o to'xtamay taqib turdi bular. Taqib endi boshqa planetalarda odam bo'lib qolsa, uni qabul qilib, uni ko'rib, shu Quyosh sistemasida bir yashar va unda odam bor ekanda bizni dakab qiladi ekan deb. Boshqa qo'yayotganda, hozir qadar hech kim izlab kelmadi taqchilik. Shuni qarab, shu bizlarda aqllanib kelmez deb o'ylayapmiz. Bu taqsirni biz ileride bakken, ko'rganimiz ko'p bo'lgan ekan, shu kunqisini bassangiz, qasdlar balığı hamiz chiqadi ekan. Men shuni idora kiriblam, uzun o'tmaylam, o'nglab baqsam, salam degan gapim chiqdi, salam degan gapim chiqdi. Shuni bu Uyg'urim bo'g'ishaydi deb qo'shib ketib, aloqa tushanish o'qisam, bu birisi turkcha ekan, birisi arabcha ekan, Uyg'urlar yo'q ekan. Endi keyin qatim inshaalloh qilsa Uyg'urchadan kirgizib qo'yadi. Shunday. Endi bu aşu taşı planetlarını izleyiş xilburun başlanıp bo'lgan. Hozir qadar o'tganda qarab baxsam, NASA'nınki bir torbeti var. Alam qatnash idorasining shu torbetada qancha planeta tepildi, o'sha kirib turdi soni bor endi. O'tganda qarab baxsam 313 planeta tepilibdi hozir qadar. Bu planetalarni bevas ko'rgan emas. Ularki bizniki Yupiter o'xshash cho'ng planetalar
o planeta yulduzlar aylangan vaqtida yulduz bilan lo'g'aylaydi. Tartish kuchi bilan. Mayini kesamazroq, mangda mekesamazroq, mangda shu yulduzga qarab turib, mishin cho'rsi planeta bor ekan, uning cho'nlig'i mancha ekan, uning orbitasi mancha ekan deb hisoblab chiqib oldi endi. Hozirga qadar shundan 313 ni topildi. Topildi. Yaqinda yana bir Kepler degan bir teleskopni qo'yib qo'ydik 3-oyda. Kepler degan bir teleskopni. O teleskopni mana shu Samoyli galaksidagi necha Samoyli galaksidagi 30 nur yili ichidagi 10 ming yulduzni tekshirmoqchi. Baş 10 ming yulduzni har yarim soatda bir qatam rasmga bo'ldi ekan. Rasmga olib, ashuna medirishga qarab beqib yoki endi mer yulduz bo'lsa, mer yo'g'on planetadan birga qolsa, merga yulduzning nurini to'sib oldi. To'silib aloq yulduzning nuri kuchi aloq tushdi endi. Ashni o'lchab yurib, ashni yulduzning ichkarisida planeta bormi yo'qmi, qanchasi bor degan narsani aniqladi ekan. Endi shuni kuzatishga materialni qo'yib berdi endi. Mening qotqanimning qotqan teleskopning tanqisi alohida muntahim yuqori. U yulduzlarni bevos ko'radigan teleskop. Albatta planetalarni. Nimishqa planetalarni bevos ko'radigan teleskop desangiz, bu yulduzlar, qora yulduzlar bizdan bekshiraq. Mana shu bizningki quyosh sistemasiga eng yaqin yulduz 2.16 nur yili yiroqda bizdan. Bu nur yili degan bir oraliqni tushuntirgan bir birlik. U bir nur yili degan gap, nur bir yilda bosgan oraliq degan gap. Hamda nur bir yilda qanchalik bosadi desangiz, unda bo'lg'amada og'iz patmaydi deb tushunasiz. Shu bir nur yili deb atib olgan. Nur 1 sekundga 300 kilometr mangada. Şuna bu quyoshning nurimi yasharga bir necha minutda keldi-ku deyman. Albatta qarab baxsam, Pluto degan planeta burun planetadan chiqiribdi, bog'lab bir kichikkandan. Shu planetadan yasharga shu nur kirish uchun bir necha soat, 9 soat vaqt ketadi ekan. Endi shunga qolgan 2.16 nur yilda deganga bu bashiraq endi. Şu bizga eng yaqin 2.16 nur yilda qora yulduzlar taxmin jiratdan gap. Buni qanot shansiz bo'lsa, osmon qarab yulduzlarni ko'rasiz. Siz ko'rgan yulduzlardagi eng yaqinki nuri 2.16 yildan burun chiqqan nur. Shuni ko'rsizda qog'alarni taxmin unda jiratdan. Boshqa jirat bo'lg'achqa shu yulduzni siz teleskop bilan qarasangiz, planetalar yulduz bir-biriga chapishib qolgan bo'ldi. Chapishib qolganlar ko'rindi. Olib shunday yaqinda yaqin. Aslida boshqa siz bu planetani ko'rasiz, ko'rmaysiz. Planetadan o'zining nur chiqmaydi. Yulduzning nur chiqadi, planetadan nur chiqmaydi. Bizning oydan nur chiqmaydi. Oyni biz ko'rishimizga sabab kunning nuri ana tushadi, uni qaytib kelgan nur orqali oyni ko'ra olamiz. Planetadagi ashaq narsa. Bu ikkisiniki nurning farqi 10 milliard darajasi farqi bor. Yulduzning nuri planetadan 10 milliard darajasi kuchli endi. Ashaq bo'lish uchun siz planetani ko'rish uchun yulduzning nurini yo'qotmasangiz bo'lmaydi. Yo'qotmasa planetani ko'ra olmaydi. Hozir endi biz yaratgan teleskop ashaq teleskop. Ash teleskopning ichida biz yulduzning nurini yo'q qilib etib, planetani ko'ra olamiz. Uni 2016 yilda qo'yib bermoqchi. Endi bunday teleskoplarga bo'lgan talab bak yuqori. Biz yaratgan teleskopniki asosiy ayniga so'qchoq, uniki uzunligi 8 metr, kengligi 3,5 metr, bundaqa elips shaklli endi. Ashtaq bo'ladi. Bu nima ashtaq desangiz, bu odatda teleskopniki ayniga qancha cho'ng bo'lsa, uniki farq etish iqtidori shuncha yuqori bo'ldi. Shunga endi bizning cho'ng teleskopni qo'ymaymiz bor. Ammo cho'ng 8 metrlik jumoqni qo'yib qo'yaylik desak, uni osmonga chiqadigan raketa yo'q hozir. Boshqa 8 metrlik raketa ketadi. Undoq cho'ng raketa bo'lmagani uchun buni so'qchoq qilib, bir chaytanasiga qachilab, raketaning o'rtasiga chiqadigan gap chiqqan ekan, osmon chiqqan echildi. Shu vaqtda endi teleskopni aylantirib yurib, 8 metrlik teleskopda paylanqildi undan. Endi ashundaq cho'ng teleskopniki to'g'riliq darajasiga bo'lgan talab endi 30 nanometr. 8 metrlik aynakka bo'lgan to'g'riliq darajasi, tekshirlik darajasi yuziniki 30 nanometr. Nanometr degan qanday birlik desangiz, 1 metr 1000 millimetr. 1 millimetr 1000 mikrometr. 1 mikrometr 1000 nanometrda. Aşağıda baxsız oldu. Ma insanlarniki Çeçeniki tomligi 15 mikrometrdan 180 mikrometrga chiqildi ekan tomligi. Qarqashliq tomchashlar 180 mikrometr, ba'zi seriroq chashlar 15 mikrometr kelgan shaydi. Boshqa eng ingichka chashni olsangiz 15 mikrometr degan gap. Shu degan
15 ming nanometr degan gapda. Shu o'ylab baqing 8 metrlik teleskopniki to'g'ri darajasi 30 nanometr bo'lishi kerakda. Ashtaq bo'lmasa, abataman degandek onun nurini, yulduzun nurini onun 10 darajasi yo'q etish mumkin emas endi. Shu talablar yuqori, shu bek tez uni vaqtcha ketadi. Shunga hozir bizning planimizda 2016-yil qo'yib bermoqchiman. 2016-yil. 16-yil. Qo'yib o'tib, endi hozirgi farazda 2030-yillari shu boshqa jalliqlar bor planeta tepilishi mumkin deb. Aşağı faraz bor. Shunga to'g'ri kelayotgan yoshlarni ham kiralaydi. Xudo kim aşağı nasib kiralaydi deb o'ylayman endi. Endi shunga ulablar devassam koinot qanchalik cho'ng degan abadan nurillarga tushuntirib qo'ydim. Koinotni tahsiga o'xshaydi. Matripi jumlaq cho'ng, haligi matripda sal bizraqda bunda. Taqsimniki matripidan matripiga o'xshagan oraliq 100 ming nuril ekan. 100 ming nuril. Qalinligi 3 ming nuril. Hozir qadar mo'tlab chiqqan shunday qanday koinotning cho'ng. Shu bo'lsa-da deydiganim shunday qancha. To'g'ri suhbat ma'niyatidek bir narsa vujudga kelib, naytib mol mazmunlar yo'llanishga boshladi. Buning bir mag'zul bo'lib qoldi. Endi bu jihat buni naytib yaxshi deb o'ylayman. Bu Uyg'urlarniki o'z-o'zini qaytadan bayqash bosqichi deb o'z-o'zini qaytadan bayqash faoliyati deb qarashga bo'ladi buni. Nima desangiz, xil uzoq bir mazgil Uyg'urlar o'ziniki faqat salbiy tarafini ko'rib, ijobiy tarafini o'zidagi yaxshi ishlarni ko'rmay, biroz tushkulish ahvollari yuz bergan. Endi yaqinda suhbat orqali shu Uyg'urlarda qanday odamlar bor, qanday ishlar bor, bu ishlardan to'g'richilar xabar tepib, Uyg'urlar bo'sh emas ekan, Uyg'urlarda nishon qotgan odamlar bor ekan deb, ko'p kishilarga ilhom berib, yaxshi bir ish shakllandi bu jihatda. Endi meningcha bo'lsa, bundan keyin buni texnik taraqqiy qildirib, shu Uyg'ur ziyolilarining shu to'rbetidagi rolini texnik to'rbetida ishlatilgan nurg'un yumshoq detal qurollarni tiz maydonga kelib, yoshlarniki sayyorlashish orqali qandi. Shunda tez taraqqiy qilib, yuqori saviyaga yetdi. Shu men undan shunday suyundim. U ishlarni menga aytib, cho'ng ilhom bo'ladi chetalda turib endi. Uyg'ur to'r bekatlarini kuzatishingizcha hozirgi Uyg'ur to'r bekatchiligining holati, ko'lami, saviyasi va yo'nalishi qanchalik darajada deb qaraysiz? Hozirgi to'r bekatchiligimizni zodi qanday qilganda ilg'or, sarxil, xalqqa texnik naf bera oladigan to'r bekatlar saviyasiga yetkazgil bo'ladi. Bu vaqtdagi taklif fikrlaringizni keng kuchada anglab baqqan bo'lsak. Endi shu yaqinqi bir necha yillar mobaynida to'rbatning o'zida suhbat olib berish, bo'libmi Uyg'urlar ichidagi ilg'or shaxslar alohida natija qozongan yoki o'z kasbida boshlang'ich o'qiyotgan shaxslarga suhbat o'tkazish, boshqa bir pulini, zehnini chiqarib boshqa qildiribdi. Shu o'zimizniki yurtga, xalqimizga foyda bo'lsin deb. Shunga shunda ta'sirlandim. Endi hozir har bir kishi uchun o'zi bir xizmat ishlab, o'zini jini beqib menish muhim. Shuni sirtida ashtaq vaqtini, pulni, zehnini chiqarib mashdan qilish oson emas. Endi shu Uyg'ur to'rbachiligining o'zidan endi Uyg'urlarning shunday olijanob xislatlarini ko'rib oldim men. Endi u birisi, yana birisi Uyg'ur to'rbachiligi shu boshlang'ili degan uzun vaqt bo'lmaydi. Ashtaq turibmi, qisqa vaqt ichida tez taraqqiy qilib, shu sifat jihatdan, texnik sifat bo'lsin, mazmun qurilma arqasi jihatlardan ilg'or bir saviyaga yetganligidan ta'sirlandim. Men burun shu ko'ni zihni to'rbada chiqishda hali qiynalamiz deb o'ylaydim. Maktabni albatta bitirib, to'rbatlar yenidan chiqqan vaqtlarda. Hozir qarsam, u andishlar butunlay yo'qolib bo'ldi. Erkin Siddiq aka, biz sizning o'z kasbingizga dunyoviy yutuqlaringizdan shunchalik faxrlanib kelyapmiz. Hamda to'r orqali biz bilan yuz ko'rishib turayotgan nodir maqola, yozmangizdan o'xshashli ajoyib zo'r manfaatga erishib turibmiz. Bu jihatda sizga cho'nqur tashakkur etamiz. Sizning Uyg'ur to'r bekatlaridagi xilma-xil saviyadagi yozmalarni, faoliyatlarni va turli so'z harakatlarni ko'rib turgansiz. To'rdagi yozmalar, faoliyatlar, so'z harakatlardan diyorimizdagi Uyg'ur yoshlarining hozirgi holati, saviyasi va intilishini qanday tushunasiz va qanday baho berasiz? Endi hammamizga ma'lumdek Uyg'ur millati intayin oq ko'ngil, sabtil, boshqalarni o'zidan ustun qo'yadigan, boshqalarga yordam qilishni oliy bir sharaf deb biladigan bir millat.
Men bunun üzerine Uyghur torbetçiliğinde mi kuruvatman? Uyghur diyarında şunda köp Uyghur torbetleri kuruluptu. Onun köpüncüsünü Qatqalan hamısı seyyare qıvıtıptı özünün vaxtını. Assalomu alaykum Selkin To'r bekitining aziz ko'ruvchilar. Selkin To'r bekit qalb sadosi programmasining yangi sonini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men programma riyosatchisi Zahira Juma. Biz bu qitimli programmamizga hammamizga tunishliq bo'lgan faxrlik olimimiz, Amerika olam qatnashishi idorasining oliy darajali optika injeneri Erkin Sidiq apandini alohida taklif qildik. Assalomu alaykum Erkin aka. Erkin Sidiq aka, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashganingizga Selkin To'r bekiti va barliq to'rdoshlar nomidan rahmatimizni bildiramiz. Unda suhbatimizni boshlab ketsak.